Bolalar, bu videoda biz mana shunaqa texnologiyani qurishni o'rganamiz. Bu nima deysizlar? Hozir uzoqroq uydan kechqurun ko'rsataman. Hozir qarang, hozir nima qilishini ko'rsataman. Mana sizlar ko'nganingizda mana ishlatibsa kechqurun bo'lib qoladi. Tim kechqurun bo'lib qoladi. Hop, qorong'i bo'lishi kerak. Mana yopilsa xo'sh. Qarang, mana shu. Ko'rasizmi? Paydo bo'lib qolasizlar. Bu hozir bu yorug'ni boshqa joyga ko'rsataman sizlarga. Men qop qorong'i joyda mana shuni ertalab qilsak. Hozir bitta yopib olamiz. Ertalab qilsa bu yomon zo'r narsa. Hozir ko'rsataman. Mana sizlar kongamizlar, bu sizdan terib o'tqilar. Hozir endi jimjit kerak bo'ladi. Sizlar bilan albatta mana bu kerak bo'ladi. Keyin sizlarga mana bu keyin kerak bo'ladi. Hozir mana shu nima kerak? Minigraf deb qo'ysangizlar. Minigrafga bu nima kerak? O'zi nima qilish kerak deb hammalar o'ylaysizlar. Mana ko'rasizlar. 5 blokdan kam bo'lishi kerak. 4, 5, 6 da. Keyin mana shunaqa qilib 3 ko'rasizlar. Mana bitta suv kerak bo'ladi. Qaranglar, mana shunday qilganlar bu zo'r narsa-da lekin. Keyin hamma bu yerda suv bilan keyin mana bu yerda mana shunday bo'lishi kerak. Keyin mana shu shunday qilsangiz ochilib qoladi, ko'ryapsizmi? Keyin mana shuni qo'yib tashlashdi. Mana shunday olib kelgandan keyin sirazi qo'llaringizga mana shuni ruhni olasizlar. Shunaqa qilib mana shunaqa effekt bo'ladi. Keyin mana shu yerda asal birovni qo'yib, mana shunday. Shunga o'xshaydi. Nasıl? Uğratılmayamızda. Videoni o'tkazib olib ko'rishlarim mumkin. Men просто uxlatdim. Bolalar mana shunaqa bo'lib qolish kerak. Endi jimchi ko'proq olasizlar. Men o'zim ham ko'p marta o'rgandim. Keyin men har xil xohlagan bloklarni olasizlar-da. Uni o'rab qo'yasizlar. Agar unga nimadir tegib ketsa, u darrov orqaga teleport qilasizlar. Shuning uchun o'rab qo'yasizlar. Endi tunni kutamiz. Ertalab qilganlaringiz yaxshi. E'tibor beringlar. Endi jumchuk mana shunaqa bo'lib ketishadi. Konda bo'lsa mana shunda endi paydo bo'lishi kerak-ku.
Mana shunaqa qilib qo'yish kerak. Keyin mana shunday qilib o'rab qo'yish kerak. Lekin ko'p ustini mana shu uchalasini ustini yopib yubormaysizlar agar xatolik ketadi bo'lsa mana shunday qilib mana shu ikkovisini ochib qo'yganlaringizdan keyin kechqurunni qanaqa qilsa bo'lar ekan? Kechqurungacha men to'xtatib turaman videoni. Bola uzoq yetasizlar. Kechqurun bo'lishini kutish kerak-da. Videoni o'tkazib kechqurun bo'lgan joygacha ko'rasizlar-da. Bola mana topdik. Mana shu yerda ko'rasizlar. Yo, adashdik. Ko'rasizlar? Mana shu. Shuni bosasizlar, mana tun bo'lim. Endi kutamiz. Tun qorong'i bo'lishi kerak-da. Mana ko'rdingizmi, paydo bo'ldi. Yana boshqatdan sinab ko'ramiz. Endi jimchugni mana shunday qilib qo'yish qiyin-da. Men o'zim ko'p Ender jimchug nimadan ko'p orasida ko'zlari Endermeni ko'zlaridan. Mana shunday yopiling. Endi Enderjimchug tiqilib qolgan ekan, mana bunday bo'lganda men pastga itarib biz paydo bo'lamiz. Ertalab esa mana kechqurun yopiladi, ertalab ochiladi. Ertalab mana shuni taylab qo'yasiz, udar bo'ladi. Udar teleport bo'ladi. Agar siz konga bo'lsangizlar, shunaqa bo'ladi. Sizlar bilan soyber bo'lib, menga o'q bilan bo'ling, iltimos sizlardan. Eng qiziq yana shunaqa videolarni kutish uchun, shunaqa yana texnologiyalarni kutish uchun obuna va like bo'lasizlar. Keyingi videoda mana shu lazer nimani qanday qilishni ko'rsataman. Mana qarang. Men o'rgataman. Yo, bilay. Mana shunaqa tayyor qo'yganlaringizdan keyin mana shunday kelganda jonli bo'ladi. Xuddi lazerga o'xshaydi. Agar bu yerdan tovuq o'tadi desanglar, tovuq birdan yo'lab berdi. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr.